Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millionlab lagerlar qamashidan boshlangan zo'r tutqun va siyosiy bostirish harakatini Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan keyin dunyo miqyosida g'oyat zo'r ta'sir qo'zg'adi edi. 8 mart kuni Washington shahridagi Yangi Liniya instituti aqllar markazi e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchilik temasidagi zo'r hajmlik maxsus doklad Xitoy hukumatining Uyg'urlarga silayotgan zulmlarning mutlaq ma'nodagi irqiy qirg'inchilik ekanligini atrofliq sharhlab chiqdi. Doklad tunji qitim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948 yildagi qirg'inchilikni oldin olish hamda uni jazolash aktinomasida ko'rsatilgan qirg'inchilik jinoyatining shakllanishi haqidagi 5 turlik shart ayrim-ayrim holda Uyg'urlar duch kelayotgan fojialar bilan parallel holda selishtirildi hamda bu vaqtdagi dunyo jamoatiga ma'lum bo'lgan tog'dek isbotlar rad-riti bilan ko'rsatildi. Shuningdek, mushu asosda Xitoy hukumatining bir butun Uyg'ur millatini yo'q qilishdek adoqiy nishoni bilan birlashtirilgan holda navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan ijtimoiy reallikning haqiqiy ma'nodagi irqiy qirg'inchilik ekanligi o'tirib qo'yildi. Bo'lib Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qirg'inchilik ahdnomasidagi ma'lum diniy yoki milliy turkumga tava insonlarni g'arazlik holda qisman yoki butunlay yo'q qilish qilmishi qirg'inchilik hisoblanadi degan moddalarning navbatdagi Uyg'urlarning ahvoliga butunlay uyg'un kelganligi alohida ta'kidlandi. Mazkur dokladni tayyorlashga mas'ul bo'lgan avtorlarning biri bo'lgan doktor Azim Ibrohim bu vaqtda so'z qilib, bu bir dunyoviy kuch bo'layotgan Xitoy davlati bir qo'lliq loyilab chiqqan qirg'inchilik qilmishidir degan. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qirg'inchilikni cheklash va uni oldin olish haqidagi bu ahdnomasiga Xitoy hukumati mo imzo qo'ygan bo'lib, sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy hukumatining qirg'inchilik qilmishini 21-asrning yuziga tushgan dog' deb ayblagan edi.